qarab yursangiz bo'lmaydimi? Opa, o'zi mashinani yangilashim kerak-da, mayli qo'yavering, yangi olaman deb bitta joyda. Mashina olmoqchi bo'lsangiz BYD Andijondan oling. Nimaga aynan BYD? Chunki hozir BYD Chazor bilan so'ng plyusga 0% rassrochka ochilgan. Bu nima degani? Bu degani 30% ni oldindan to'lasangiz 1 yilga, 50% ni to'lasangiz 2 yilga, qolganini bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz foizsiz. Lekin unga pul yo'qda, opa. Pulingiz yo'q bo'lsa yozaman. Yo'q, yozmang iltimos. Yozaman. Yo'q, yozmang. Yozaman. Yozmay, iltimos. Yozaman. Yozmay.